Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning qizlari Fatima onamizni eslaylik. Hazrati Ali radhiyallohu anhu kambag'al bo'lganlar, kuyovlari bo'lsa ham uylariga kirganda bir kuni qarasalar Fatima onamiz qo'lini mundoq qilib mush qilib turibdi ekanlar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu kelib qo'lingizni nega bunday qildingiz deb ochuvdilar. Qo'l tegirmonida arpani un qilaman deb qo'llari shilinib ketganini ko'rdilar. Lekin men Rasulullohning qiziman deb kibrga ketmaganlar yoki eriga nolimaganlar. Hech qachon. Bizda ba'zan qizlarimizni shunaqa katta orzu-havaslari bo'lib ketadiki, ular juda ham ko'p narsalarni talab qilib yuboradi. Shuning uchun oilani baxtli, saodatli qilishlikka harakat qilishimiz kerak. Va shu o'rinda yoshlarimizga aytib qo'ymoqchiman. Hozir endi ko'pchilik diniy adabiyotlar o'qiyapti, mana sahobalarning hayotlarini o'rganyapti-da. Yigitlarimiz mana shu ayni Fatima onamizning hayotini o'rganib turib, ayolidan Fatima onamizdek bo'lishni talab qiladilar. Fatima onamizning hayotlarini, sahobiya onalarimizning hayotlarini misol keltiradi. Ayolidan Fatima-i Zahro bo'lishni talab qilayotgan yigit o'zi Hazrati Ali bo'lsin-da. Oysha onamizdek talab qilayotgan yigit o'zi Rasulimiz alayhissalomdek munosabatda qilsin-da. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar-ku, "Xayrukum xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli" dedilar. Sizlarning eng yaxshingiz oilasiga chiroyli munosabatda bo'ladiganingizdir. Men sizlarning yaxshingizman va men oilamga chiroyli munosabatda bo'laman dedilar.